Buxoroda Qori Ishkamba degan sudxo'r o'tgan. Bu bor. Sadriddin Ayni yozgan, lekin shu odamni ko'rganlar bilan gaplashganman. Shunaqangi boy bo'lganki, hatto podshodan boshqasi podsho bir qarzdor ham bo'lib qolgan, hammani qarzdor qilib qo'ygan. Bilasen bilan. O'zini uyida ovqat yemaskan, tiqilib qolar ekan yesa. Tekin ovqat qidirib yurar ekan. Endi ko'rgansizlar, uni kinosi ham bor. Millionga tillolari yetganda inqilob bo'lib qizillar olib qo'ydi. Qizillar revolyutsionerlar, Xudoni balosi bo'lgan o'sha sudxo'rlarga, zakot bermaydigan boylarga hammasini olib qo'ygan. Allohdan izn bo'lmasa oladimi? Buxoroi Sharif quvvati islomi dinas degan joyda sudxo'rlarga ruxsat berib qo'yilgandan keyin u mamlakat turadimi? Sudxo'rlarni bittasi kasofati 100 ming odamga yetadi. Sudxo'rlar ko'paygan sari qimmatchilik bo'ladi, qiyinchilik bo'laveradi aslan. Yomon narsasi. Shuning uchun men doim gapiraman. O'zingizdan ko'ring.